Assalomu alaykum. Sizda ham ushbu muammolar bor. Kimdir yaqinda ko'rishlikda, kimdir uzoqda ko'rishlikda va shunday ko'zoynaklardan foydalanayotgan bo'lsa, Xudoning izni bilan asalari chaqtirib muolaja qilamiz. Xudo xolisa o'ta samarasi kuchli bo'ladi. Qo'shimcha tarzda albatta giyoh beramiz. U qanday giyoh? Kanopcha, to'tiyo degan giyohlarimiz bor. Shulardan beramiz. Bunisi to'tiyo hisoblanadi. Arab davlatida ko'p bo'ladi. Umraga boruvchilar iloji bo'lsa mana shunda bitta paketda 5 dona bo'ladi. Mana shuni olib kelinglar. O'ta samarasi kuchli narsa. Keyin buni aytgancha faqat ko'z uchun emas, bu mana yaralar bor, bitmaydigan, ayniqsa saraton yaralariga o'ta zo'r foydasi. Buni ezib turib, talqon qilib, o'sha yaralarga sepilsa, juda ham yaxshi samara beradi. Xullas, yana ko'zga qaytadigan bo'lsak, mana shu to'tiyoni 50 gram zamzam suviga tayyorlanadi. Eritib olib, haligi ko'zga tomchilatadigan dorilarni bo'shagan tishlari bo'lsa, shuni kuyib olinadi. Bir kunda bir mahal erta bilanda bir tomchidan ikkala ko'zga tomgizib olinadi. Ikkinchisi bu kanopcha hisoblanadi. Kataraktada, ko'z pardalarida, o'sha ko'zda zarina pastlaganda, mana shunday ochkilardan foydalansa bo'ladi. Bu hattoki linza qo'yib, linzani ustidan foyda tug'ganlar ham bor bundan. Buni bir kurs lecheniyasi 15 kun bo'ladi. Ko'zida davleniyasi yo'qlar kunora foydalanadi. Ko'zda davleniyasi borlar har kuni foydalanadi. Misol deylikki, mana kechqurun kanopchani soldingizda erta bilan olib tashladingiz. Olib tashlaganingizdan keyin to'tiyodan bir tomchi tomgizib olasiz, bo'ldi, yetadi. O'sha ko'zda davleniyasi yo'q odam kunora qo'yganning hisobiga 1 oyga cho'ziladi. Endi buni qanday qo'yiladi? Mana shu kanopchadan olasiz, imkon qadar o'zingiz qo'ysangiz ham bo'ladi. Yo bo'lmasa yosh kattalar bo'lsa, uydagilar kichkina pensiyachalarda olib, shunday ko'zda mana shu past qismini, terini tortiladi. Tortgandan keyin o'ynakka qarab turib, mana shunday qilib solib qo'ysangiz ham bo'ladi. Tushdimi ekan? Hozir tushmadi bu. Solib qo'ysa bo'ladi, mana ichida turibdi. Shunday bo'ldi. Mana shuni turaveradi. Bu boshida ozgincha achitishi mumkin, keyin umuman achitmay qoladi. Buni bor yo'qligi ham bilinmaydi. Chunki ko'zingizga bitta chang kirsa qanchalik qiladi. Bunda o'shunaqangi narsa yo'q. Faqat ko'zni ishqalab qo'ymaysiz. Shuning uchun ko'p aytamiz, uxlashdan oldin qo'yinglar, erta bilan turgan zahot olib tashlanadi. Ba'zilari erta bilan tursam kanopcha yo'q bo'lib qolyapti deyapti. Ular kunduzi bomdodga turganda savolinglar, shu bilan to peshingacha yuraveradi. Peshin vaqti to'g'ri olgan bo'lsangiz, olib tashlab, bemalol yuvingizni o'zi chiqib ketadi. Mana shu tartibda davom etadi. Xullas shunday, kimda kim ko'zoynakdan foydalanayotgan bo'lsa, biz klinikamizga bemalol kelishlari mumkin. Bir kurs lecheniyasi 7 kun bo'ladi. 7 kun o'tib muolaja olinadi. Kasalligimizning holatiga qarab kurs muolaja bo'ladi. Kimgadir 3-4 kurs, kimgadir nisbatan ko'proq, kimgadir 2 kurs ham kifoya qiladi. Bizning manzilimiz Farg'ona viloyati Beshariq tumani Musiqa san'at maktabi ro'parasida. Umurbek tabib desangiz, YouTube, Telegram kanallarimiz bor. Mana shu tuzalgan bemorlarda qo'yib boryapmiz. Bemalol kirib, o'zlaring uchun bir ixlos qilish uchun, o'zlaring bir ishonch hosil qilishlik uchun kanallarimizni bir kuzatib, kesalaring bo'ladi. Xizmatdamiz. Doim salomat bo'linglar, dard ko'rmanglar.